Siz buni qarang. Hamma narsasi qilingan. 2023-yil. Yana qop-qora, lyuki ham bor, ABS ham bor. 909 pulti bor. Bunisiga nima deysiz, vay? Bu mashina bilan bulvarda yursa bo'ladi. Chunki turishini qarang. Faydot, maxluq bo'lib yotibdi. Optro stoplari bor, Amerikanka fara, onlayn o'yin, xalq mazza qilsin. Salondan bir qo'l olib haydalgan mashina. Bosib o'tgan masofasi 27 ming. O'ziniki. Qarang, original Amerikanka fara. Olaylarni ham qarang, tosh-posh tegmagan. Bittagina tekkan bo'ldi bor yo'q. Holatni o'zi gapiryapti, balon diska holatini o'yin. Operator bor. 909 pult, salon tuning qilingan, tablo. O'zini chuqur poligilar yaxshisidan qo'yilgan. Bitta oling, xalq mazza qilsin. Mana o'zim mazza qildim. Narxiga ham, mashinani o'ziga ham. Aka dedim, siz olib sotmaysizmi dedim. Yo'q, aka, men bir qo'l salondan olganman. Dadamning nomida mashina. Hozir Malibu Premier olyapti ekanlar, o'sha savdosini qilib qo'yganlar. Narxini yakson qildik. Ishoning, like bosishga arziydi. Like'ni bosing do'stim. Tonirovkaga ruxsati ham bor. Qarang, olasiz, mazza qilasiz. Tonirovkaga 1 oy 2 oy emas, 10 oy tonirovkaga ruxsati bor. Mazza qilmaysizmi do'stim? Zo'ra. Xo'sh, qarang, bu ishga zo'rdan qo'yilgan subwoofer, 4-pokoleniya propan gazi bor. Holati o'zi zo'r, chunki probegi juda kam. Kraskasiga kelsak, bitta mana shu kriloda ozginagina bor ekan. Akam aytdilarki, bitta urilib, pachaq bo'lib, vakuum qildirmadim, yangi qo'yib, kraska sepib yubordim. Ichiga o'tmagan dedilar. Bemalol ko'rib tekshirib olsalaringiz bo'lar ekan. Qolgan joyi absolyutno toza, sapojoglarigacha. Narxini $13,950 qilib belgiladik oxirini. Nomer telefonlar pastda bilan hoziroq telefon qilib bosib yuboringizlar, chunki bozorda juda qimmat turibdi. Sog' bo'lingizlar.